Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan svarchik nomerading argonli svarkani o'rganganimdan keyin nima tirikchilik qilaman deganlar. Mana akamiz hozir alyumin svarka qilishni o'rganyaptilar. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib alyumin svarkasini o'rganib olib, nimadir qanaqadir ustaxonalarni, garajlarni ochib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Tirikchilik qilasizlar, bironta arendaga yo'l bo'yida garaj ochasizlar, argon svarka xizmatlari deb yozdirasizlar. Mana bu qayerdadir plakat bo'ladi, xuddi shunaqa qildirasizlar. Va bemalol o'z ish faoliyatingizni sekin-sekin astalik bilan klient yig'ib yuritsanglar bo'ladi. Eng muhimi hozir reklama yaxshi ishlaydi. OLXga har xil joylarga reklama bersanglar, yana ham ko'proq klient yig'ib olasizlar. Bular o'rganinglar, reklamani portlatinglar-da, soqqani bosinglar. Joninglar sog' bo'lsin, sizlar bilan svarchik nomerading bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin. Kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, mana shunaqa kontentlarni yana qo'yib boramiz. Aytmoqchi, mana shunaqa mebellarni qilsanglar ham bo'ladi argonli svarkada. Yoki mana bunaqa alyumin detallarni svarka qilib soqqani bossanglar ham bo'ladi.